Aka, Ukajonim, ha bu vertolyot parvagimi? ukajonim, men sizga juda ko'p aytyapman. Shu jichchi ko'p narsani bilsiz, miyangizga nagriz ko'p qolyapti, to'g'ri bilyapsizmi? O'shuning uchun mayli. Sizga aytaveraman, bu oxirgacha bir narsa qilib chiqib olasiz. Tushunganingizdek, bugun pullar haqida gaplashamiz. 5 ga 5, 6 ga 6, 8 ga 8, 12 voltli, 24 voltli kullilarimiz televizorlar uchun, rotorlar uchun, blok pitalar uchun ishlatiladi. 9 ga 9, 12 ga 12, 12 ga 12 220, 12 voltli, 24 voltli kullilarimiz kompyuter bloklari uchun, invertorlar uchun, UPSlar uchun ishlatiladi. Xo'p, 220 da ishlaydigan 18 ga 18, 15 ga 15, 20 ga 20, 22 ga 20 kullilarimiz esa elektron shitlar uchun va stanoklar uchun ishlatiladi. Bundan tashqari zamonaviy oshxona plitalari uchun 12 voltli kullilarimiz ham bor. Vertolyot paraydigan ukajonimizga 450lik, 550lik bu katta oshxonalarga va katta ishlab chiqarishlarga havo haydagich bo'ladi. Eng asosiysi bizi brend Tix Electronics brendi asosida chiqqan kullilarimiz juda ham sifatli va vazni o'ta ham og'ir bo'ladi. Boshqa kullilarga bemalol solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Instagramdan kelgan obunachilar uchun hali ham 10% chegirmamiz davom etmoqda.